Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda sizlar bilan yana PostgreSQL ma'lumotlar bazasi ustida ishlashni davom ettiramiz. Xo'p, kelar PostgreSQL ga ulanib olamiz. sudo postgres parolimizni kiritib olamiz. Undan keyin PSQL yordamida bazaga ulanib olamiz. Xo'p, L yordamida hammasini ko'rib olishimiz mumkin edi, umumiy bazalarimiz sonini. Xo'p. Undan keyin universitet bazasiga ulanib olamiz. Xo'p, bazaga ham ulanib oldik. Undagi jadvallarni ko'ramiz. Bizda ikkita jadvalimiz bor edi. Bugun yana union bilan ba'zi bir o'sha birgalikda ishlaganda filtrlarni qo'shib chiqarishdi hamda each va or, int va or operatorlari bor. Ya'ni int, or. Mana shu ikkala operatorimizdan qanday foydalanishni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, kelinglar, birinchi ma'lumot uchun biror bir jadvalimizdan ma'lumot chiqarib olaylik. All from, undan keyin jadval nomini yozamiz, students. Va mana bu where kalit so'zidan foydalangan holda ma'lumotlarimizni filtrlab chiqarishimiz mumkin. Misol uchun qanaqa filtr? Age kichik bo'lsa, shunaqa yoziladimi-da, 25 dan. Va 25 dan kichik kimdir bormidi? Okey. Boshqa narsa qo'yamiz. Misol uchun kurs kichik bo'lsa 3 dan. Xo'p, bu nimani chiqaradi? Qaranglar. Birinchi navbatda bu yerdan select all from students, ya'ni students jadvaldagi barcha ma'lumotlarni chiqar deyapmiz. Undan keyin where qilyapmiz, kalit so'zdan foydalangan holda age kichik 25 belgisini qo'yapmiz. Ya'ni o'sha yerdan endi chiqadigan ma'lumotlar ichidan yoshi 25 dan kichik bo'lganlarini chiqar. Va and kalit so'z yordamida yana bitta shart qo'yapmiz. Kurs kichik bo'lsin 3 dan. Endi mana shu yerda ikkita shartga mos keladiganlarigina chiqishi kerak. Ya'ni birinchi, ikkinchi kurslar ichidan yoshi 25 gacha bo'lganlarini ajratib olish uchun yozilgan komandamiz. Undan keyin bu yerda end vazifasiga keladigan bo'lsak, mana shu ikkala shartimiz ham qanoatlantirilsagina chiqishi kerak. Keling, buni ishlatib ko'ramiz. Xo'p, bizda ikkita chiqdi. Mana bu yerda vala hamda ozod chiqyapti. Bular 18-23, ya'ni yoshi 25 dan kichik, kursi ham 1 va 2. Endi kelinglar biroz o'zgartirish kiritamiz. Yuqorida ko'rgan operatorimiz or operatoridan foydalanamiz. Endi bizda 3 ta ma'lumot chiqyapti. Ko'radigan bo'lsak, buni yoshi 31 ga teng. Lekin 25 dan kichik shartimizda ham chiqyapti. Nega? Chunki or aynan ikkala shartdan bittasi true bo'ladigan bo'lsa ham ma'lumotni chiqarib ber degan. Sizlarga ko'rsatganmanmi yo'qmi eslolmadim. Bitta narsani ko'rsatib o'taman. Xo'p, o'zi umuman true falselar bo'yicha agarda and bo'ladigan bo'lsa operatorimiz hop, bir thing true, null thing false. Va operatorimiz and bo'lsa agar bir thing mayli bir ting bir bo'la qolsin, bir ting null bo'ladi. Xo'p, null ting ting null bo'ladi hamda null ting null ham teng bo'ladi 0 ga. Ya'ni mana bunga qo'yib oladigan bo'lsak, agar ikkala shartimiz ham true bo'lsa, true natija qaytadi. Bittasi true bo'lib, bittasi false bo'lsa, false, yana bittasi false bo'lib, bittasi true bo'lsa ham false, ikkalasi false bo'lsa ham false natija qaytadi agarda operatorimiz and bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni and operatorda mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Endi or operatorini ko'rib chiqamiz. Xo'p. Or operatorda biroz boshqacharoq endi. Xo'p, endi bir ting 1 bo'ladigan bo'lsa, ting 1 bo'ladi. Xo'p. Bir ting 0 bo'ladigan bo'lsa ham ting 1 bo'ladi. 0 ting 1 bo'ladigan bo'lsa ham 1 ga teng bo'ladi. Va oxirgi holatda faqatgina 0 ting 0 bo'ladigan bo'lsa 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu yerda shartlarimiz bajarilishi where true bo'lganda bajariladi. Va true bo'lish bo'lmasligi mana shu yerdan kelib chiqadi. Ya'ni shart bajarilyaptimi yo'qmi?
mana shu ko'rinishda hisoblanadi. Umuman end bilan orda hisoblanishi. Or qiladigan bo'lsak, demak, o'sha nechta shart kiritsak ham ulardan bittasi to'g'ri bo'lsa, shartimiz bajarilishi uchun yetarli bo'ladi. Agarda end kiritadigan bo'lsak, barchasi to'g'ri bo'lishi kerak. Xo'p, demak, mana shu yerda shuni ko'rishimiz mumkinki, demak, ikkalasidan bittasi to'g'ri bo'lsa ham shunga moslari chiqib kelyapti. Age 25 dan kichik bo'lsin dedik. Okey, mana kichiklari, kurs 3 dan kichik bo'lsin dedik. Bunda esa kursi kichik hisoblanyapti. Xo'p, demak, end bilan or operatoridan foydalanishni tushunib oldingiz deb o'ylayman. Keyinlar endi bir qancha jadvallarimizni qo'shgandik o'tgan safar union yordamida, unda ham sinab ko'ramiz. Xo'p, barcha ma'lumotlarni emas, faqat ism, age hamda kursni chiqarib olamiz. First name, age, kurs bo'la qolsin. Undan keyin from, students, union all hamda yana bir marta select first name, age va kursni chiqarib olamiz. From Mac students. Va bu yerda endi where age teng bo'lsa 21 ga. Ya'ni o'sha magistratura hamda bakalavr deb hisoblaydigan bo'lsak, shu studentlarimiz ichidan faqatgina yoshi 21 ga teng bo'lganlarini ismi va kursini chiqarib olyapmiz. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana shu tartibda chiqyapti. Buni biroz o'zgartirishimiz ham mumkin. Hozir mana bu yerda o'zgartirish biroz qiyin. Faylni o'zgartirib olaylik. Ya'ni aynan o'sha filtrlaydigan o'zgaruvchimizni bu yerga qo'shishga majbur emasmiz. Bu yerdan age'ni o'chiramiz. Bu yerdan ham ko'radigan bo'lsak, ya'ni age bo'yicha filtrlab oldik. Ya'ni bularni yoshi 21 ga. Bitta narsaga e'tibor beringlar. Bizning filtrimiz aynan age 21 degan joyi o'tgan ko'rsatgan komandamizda ishlamagan ekan. Xo'p, bitta ko'rib chiqaylik. First name course from students union all select first name course from Mac students where age teng 21. Kelar bu tengni biroz o'zgartiraylik. Buni qo'yish mumkin emas. Demak, union all qilganimizda mana bu ko'rinishdagi filtrlarimiz ishlamas ekan. Bunga biroz boshqacharoq yo'nalishda filtrlar yozishimiz kerak. U filtrlarni sizlar bilan ko'rib chiqa olmaymiz. Afsuski, o'zi 4 ta darsdan beri PostgreSQL ni ko'rib chiqyapmiz. Bu alohida bitta yo'nalish sifatida kirib keladi. Ma'lumotlar bazasi bilan ishlovchi mutaxassislar. Lekin bular bilan ham tanishib chiqaman desangiz, tanishib chiqsangiz bo'ladi. Qo'llanmalaridan aynan brauzer orqali PostgreSQL dokumentatsiyasi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'p, mana bu yerdan ya'ni bu yerda documentation sifatida ko'rsatib o'tilgan. O'zi umuman PostgreSQL imkoniyatlarini biz juda kam ko'rib chiqdik. Bunda funksiyalar, bir qancha obyektlar bilan ishlash uchun ham imkoniyatlar bor. Bularni ham sizlarga ko'rsatib o'tishim biroz ko'proq vaqt talab qiladi. Xo'p, bu yerda aynan documentation bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu yerda dokumentatsiyasi aynan nimalar bilan ishlash. Ya'ni har bitta qism uchun alohida bor. Bu yerdan o'zimizga kerak bo'lgan biror bir qismni topib olib, unga kirishimiz mumkin. Masalan, querylar, aynan so'rovlar. So'rovlarga kirdikmi, bu yerda select yoki da distant degan tushunchalar bor. Biz ko'rmaganmiz limit, offset va hokazo. Xo'p, selecting with qilamiz. Ya'ni ko'radigan bo'lsak, with as degan tushunchalar ham kelib chiqyapti. Ya'ni PostgreSQL bilan ishlash bo'yicha qanchalik tajriba yuqori bo'ladigan bo'lsa, aynan SQL injection hujumlarida shunchalik qiynalmasdan ishlashimiz mumkin bo'ladi. Demak, xo'p, bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bu komandamizni ishlatish uchun mana bu where age qismini shunchaki bu yerdan yozib, undan keyin unionni qo'shish orqali ma'lumotlarimizni saralab chiqarib olishimiz mumkin. Ya'ni saralangan ma'lumotdagi jadvallarimizni bir-biriga qo'shishimiz mumkin. Endi buni ham siz sinab ko'ring va qanaqadir savollaringiz bo'lsa, keyin guruhda berishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha